erkak kishi menga bo'yanmasang ham yoqasan, menga bunaqa kiymasang ham yoqasan deydi, lekin bunga umuman ishonmanglar. Sekin bo'yanaveringlar. Siz uchun deb, lekin o'zingiz uchun bo'yaning, o'zingizga yoqsangizdina eringizga yoqasiz. Siz erimga yoqish uchun deb bo'yansangiz, eringiz umuman yoqtirmaydi. Birov uchun qilingan narsa hech qachon siz kutgan natijani bermaydi. O'zingiz maza qilgan, o'zingiz uchun qilingan narsa zo'r natija beradi. Menga erkak kishi aytadi, mengacha bo'yanganlar yoqmaydi, kalta kiyganlar yoqmaydi, menga yengil tek ayollar yoqmaydi deydi. Lekin mana shu hamma yoqmaydi degan sifatli ayollariga, qarama-qarshi sifatli ayollariga qaraydi. Kalta kiyadigoni, bo'yanadigoni, yengil tek xislatli ayollarga, yengil tabiat ayollarga qaraydi erkak kishi. Bu uni ayb emas, ili bu nimadir emas, bu prosta o'zi ham bilmaydi. Bu jamiyat bergan qoida. Jamiyat o'zicha mana bunaqa bo'lib qolgan hammaga. Ancha yildan beri oila bu fonoviy kartinka. Fon, oila bormi bor, er bormi bor, ayol bormi bor, bolalar bormi bor, tug'ilibdi bo'ldi. Hech kim ko'chadan ko'rganlar bo'ldi, bular oila ekan desa bo'ldi, lekin hech kim munosabat ustida ishlamaydi. Ayollar mana harakat qiladi-yu, o'tbetini qiladi, unaqa qiladi-yu, lekin erkak kishiga yetib bormaydi, chunki erkak kishini vazifasiga kirmaydi oiladagi munosabatlar, oiladagi kayfiyat. Erkak kishi faqat moliyaviy tomondan javobgar oilaga, ayol kishi uydagi kayfiyat, sevgiga javob beradi. Uydagi atmosferaga ayol kishi javob beradi. Ko'chadan pul ishlab kelish bu erkak kishining vazifasi. Erkaklar bilan urushayotgan paytda ayol kishini eshitolmaydi-ku, chiqib ketadi ko'chaga. Chiqib ketaveradi. Erkak kishi ayolning gapini emas, emotsiyasini ko'tara olmaydi. His-tuyg'u bilan, kuchli his-tuyg'u bilan gapirilganda, mana yig'laganda, ko'zdan yosh oqib, dili og'rigan paytida duo ijobat bo'ladi deydi. O'sha his-tuyg'u pik darajasiga chiqadi. Janjal paytida ham o'sha pik darajasiga chiqqan bo'ladi. His-tuyg'u o'sha paytida gapirsangiz, u emotsiyani ko'tara olmaydi. Janjal qilib, mana shu emotsiya bilan gapirgan gaplaringizni biz emotsiya, sovuqqonlik bilan o'tirib gapirsangiz eshita oladi. Mana nimadir bo'lsa